Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 13-iyuldan 17-iyulgacha O'zbekiston viloyatlarida 46 darajagacha issiq bo'lishini ma'lum qildi. Barcha O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 13-iyuldan 17-iyul kunlarigacha O'zbekiston hududida janubdan juda issiq ob-havo harorati kirib keladi. Eng issiq kunlar respublika hududining katta qismida harorat 41-43 darajagacha. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida esa 44-46 darajagacha ko'tariladi. Ayrim joylarda shamolning tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayib, ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin, deyiladi xabarda. Videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham tezda yuborib qo'ying.